Farg'ona shahar Yormozorda katta masjidda orqasida 6 sotulik xonadon sotuvga qo'yilyapti. Sizlar bilan bitta obzorni ko'rib chiqamiz. Mana asosiy robotdan kiraverishimizga ikkita mashina bemalol sig'adi, yopiq garaji ham bor. Remontlari yaxshi. Do'stlar, bitta gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Kanalizatsiya mana qo'shniga kelgan ekan, tortib olib kelib olinsa bo'ldi. Mana bitta katta hovlisi. Ekin-tekinga, qurilish qilinishga hamma yo'qqa sharoiti bor. Ikki xonaga beton quyib qo'yilgan, podvallarini qilib. Bitta yozgi hammomi o'zini tashqi tomondan sharoitlari yaxshi. Endi mana bu tomonida 6 ta xona kotej forma qilib solingan. Oldini mana o'rab qo'yishgan akfa qilib. Qurishimiz mana bu yerda akfa qilib koridor qilib qo'yishgan. Bu yerda mana ikkita xonasi. Mana yerda mana bitta zal qilinsa, bu yerda bitta spalniy yotoqxonasi. Remontlari yaxshi, mana kaminli pechkalari qo'yib qo'yishgan. Remonti zo'r. Barcha mebel texnikalari kelishilgan holatda bo'ladi. Mana bu yerda ham koridor qilib, bitta o'tiradigan, oila uchun o'tiradigan joy. Mana bu yerda ham yana bitta xonasi oldida, bu tomonida yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi. Remontlari yaxshi bu yerda ham. Kelasiz, kim-kechangizni olib kelasiz, yashaysiz. Sharoitlari zo'r. Mana bu yerda endi bu yerda ham xuddi shunaqa bitta zal, bitta yotoqxona. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Yormozorda katta masjidda orqasida 6 sotulik 6 ta xonasi bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Narxini 57.500 ga baholashyapti. Barakasiga ozgina o't berishadi.